Qadrdonlarim, bugunda tayyor bo'lgan suvlarning hammasini sizlarga narxlari bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, birinchisi narxi 3 million 800 ming so'm, Samarqandning hamma tumaniga dastavka shuning ichida bo'ladi. Razmeri uzunasiga 3 metr, eni 260 metr. Xo'sh, 4 ta tormozi bor, g'ildiragi ham bor, zinada chiqadi. Bunisi uzunasi 3 metr, eni 260 metr, rangi metallika bo'lgan, hammasi qimmat xamer kraskalardan bo'lgan. Buni narxi 3 million 300 ming so'm dastavka ichida. Keyingisi, bu ham 3 metrga 260 kalat rangda bo'lgan, 3 million 300 ming so'm. Bunisi salgina kattaroq, mokri asfalt, ustiga tilla yomg'irdan ham berganmiz. 3,5 metrga 260, narxi 3 million 700 ming so'm. Xo'sh, bunisi antiqa rangda bo'lyapti. Razmeri 260 ga, uzunasi 3 metr, bu ham 3 million 300 ming so'mga chiqadi. Keyingisi 3 metrga 260, oldida zinachalari bor varianti 3 million 700 ming so'mga chiqadi. Keyingisi oldi ochiq, xo'sh, 260 ga 3 metr, 4 ta g'ildiragi ham bor, 3 million 600 ming so'mga chiqadi. Sog' bo'ling.